xonadonga qanaqa asfalt tavsiya qilib bosib berasiz? Katta yo'l bo'ladigan bo'lsa qanaqa bosib berasiz? Katta yo'llarga, katta ko'chalar, magistral qatnov ko'chalarga ozgina jimliroq, toshliroq asfalt bo'ladi. Bunisi ichida boshqacharoq bo'ladi. Bunga nisbatan bu trotuarli asfalt deyiladi. Xonadonlarga, asosan mana ichki ko'chalarga ishlaydigan. Asfalt qancha mayin bo'lsa, zichlik shuncha baland bo'ladi. Ko'chib ketish kam bo'ladi aka. Gap yo'q. Keyin ham kichkina katoyda bosasiz, fibra katoy. Undan keyin kattada bosib berasiz. Asfalt o'shanda aka siz bosayotgan narsangizda bu o'ynatib yormaydimi? Yo'q, o'ynatib. Nabarot zichilashtiradi. Hamma yo'q, pilotis degan narsa zichlikni oshirib beradi aka. Betga necha bosilyapti hozir? Betga aka hozir 7 santimetrga yaqin tushyapti, oltidan baland qolyapti. 7 6 santimetrdan qanaroq bosilyapti ekanda? Qanaroq bostiryapti? Sababi 330 kvadratli joyimiz. Go standart deymiz o'zimiz, hali kitob bitilib olganda 1 tonnasiga 10 kvadratga 1 tonna asfalt ketadi. Qalinligi 6 santimetr tushadi. 5.2, 5.3 yonida qoladi. Bosilishini hisobiga. Ha, bosilishini hisobiga. Betga hozir 36 tonnadan oshiq asfalt olib kelganmiz. Klient zakaziga qarab qalinlikni oshirib berganmiz. Narx ham o'shanga qarab ketaveradi. Narx ham o'shanga qarab ketaveradi. 1 tonnasi 700 ming bo'lgandan keyin 100 kvadratga xohlasa 10 tonna bossin, xohlasa 12 tonna bossin. Bu endi joyda egasini ishi. Imkoniyatga qarab xohlagan stilida bosib beradi. Hozir shunda 1 tonnasi 700 ming so'mdan nima ichga kirib ketadi? Aka, vodiyni buyog'iga 700 ming so'mga kirib ketadigan narsa asfalt, dastlabki xizmatni yetkazib berish, asfaltni yoyib to'g'irlab berish, tagidagi uklonlarni 1 metrga 1,5 santimetrdan uklon olib, apparat xizmatlari hamma yo'q shu 700 ming kirib ketadi. Xullas 700 mingdan tonnasiga sanada qolgan hamma narsani o'zingiz hamma berasiz. narsasi kirib ketadi. 500 kvadratdan kattaroq obyektlar bo'ladigan bo'lsa, har bir 100 kvadratga bittadan chakmanni pulini o'tib beramiz. Zasipkasiga 500 kvadrat obyektga bir chakman zasipka ichida keladi. Ash 700 ming ichida egasi pul sanab beradi xolos. Bitta miqqa ovora qilmaymiz aka. Aka, hozir bu akalarimiz yay berishyapti-yu, yaqindan bitta ko'rsating-da. Bu hozir Andijonda Chinobod bo'lsa, aytdingizki, Farg'onadan chaqirtirib olib keltiryapman. Farg'onadan chaqirtirib olib kelyapman, space mashinalarda keladi. Hozirgi ko'rgan ashi katta havo mashinalaringiz, hozir yangi texnikalar gulishtirib, kulangan bo'ladi. Qizdirib issiq gradusda 210 gradusda chiqib keladi, 180 gradus, 190 gradusda yetib keladi. Gap yo'q. Hozir xudo xolasa hamma xizmat ichida olib kelishi 500 kvadratdan oshiq bo'lsa bitta chakman bepul, texnika bepul. Akalarimizning xizmati siz bo'yningizga olasiz buni hammasini. Garantiya qancha beramiz aka bu ishga? Garantiyasi aka asfalimizga zavod chiqarib bergan asfaltga 1 yil garantiya beramiz. Xizmatimizga servisi 5 yil, katta ko'chalarga, xonadonlargacha 2 yilgacha xizmati bekariga, qayerdadir ko'chim nimadir bo'lsa kelamizda yangilab beramiz asfalt. Uyga egasi bu ishni ichida. Aka